Dada Yo'q. qidiryapman. Dada kerak o'shalarga. Shularga o'zi dada kerak. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kimina kelinglar? Qalaysizlar? Tuzumsizlar? Kosmos kelinglar. Tinchmisizlar? Choyda sekin-sekin bitta yoqar ekan-a, maydalab. Birdaniga bitta ko'tarib ichavermaysiz ekan, menga yoqdimi? Rosa yoqyapsiz. Mulaka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Har deyali olib borganingizda yoqadimi yo ichayotganingizda yoqadimi? Deyali ichingizni yayratayotganda yoqadimi? Alaykum assalom. Assalomu alaykum hammalaringga. Qaysi birida yaxshi? Shu sekinlab, mayinlab, ta'mini his qilib. Nima? Birinchi tilingizni solib turib keyin ichasizmi yo ichi bo'lib keyin tilingizda yalaysizmi? Endi tilimni solmayman, lekin tilim bitta ko'rsating, menga qiziqda. Menga qiziqda shu. Qiziq, bitta ko'rsating qanday olishingizni. Yaxshi olasiz ekan. Menga yoqdi. Bigo xayr. Sizga yoqdimi? Bigo xayr deb chiqib ketamiz. Sizga yoqsa bo'ldi. Bo'yingiz nechi? Bo'yimmi? Shu sizdan uzun bo'lsa kerak. Qayeringiz? Yo'q. Yo, qayeringiz mendan uzun bo'lsa kerak? Qayeri uzun kerak? O'zim uzunman, uyog'i ham uzun. Til. Tilam uzun, lekin ashkili uzun til. Ayniqsa til bo'ki, voy, so'ramang. Bigodan chiqib ketaylik, ikkalamiz. O'chiraylik Bigoni. Baxtli bo'lib ketamiz. Ishoning. Ancha Bigodan chiqib ketaylik. Ikkalamiz Bigoni tark etaylik. Joningizga shukurim, jannatim. Bigodan chiqib ketaylik. Nima qarab? Yo'q, ikkalamiz. Endi men sizga asal beraman. Yalash yo'q, asal yeyish yo'qar ekan-ku. Shu menga ham bir ayiq kerak edi asalga. Deyman-da, yomon kelishib, ikkalamizdan yomon para chiqadi. Dutorchi qizlar ansambli bizchalik san'ati baland bo'lmagan. Ishonavering. Отвечаю. Shunaqa deng. Да я тоже отвечаю. Урчani ham bilasizmi? Ну, если хотите, что могу сказать? Не, урчани bilmayman. Побольше могу. Насчет что больше сможете? Мой хороший. Насчет что больше сможете? Лизать? Да я знаю вас, вы на русском языке очень хорошо можете разговаривать. Я абсолютно не знаю русский язык. Я сейчас на узбекском языке общаюсь. Мой хороший. Я слыхал. Да? Ne chitaysiz da. Qachon ko'rishamiz? Jannatim. Nechanchi? Bir tug'ilgan kunimga o'zingizni podarka qilib olib kelasizmi? Yaqinda tug'ilgan kunim. O'zingiz bir podarka qilmaysizmi menga onasini yemsin? Shu yo'l kirasi Bigo yig'ib beradi. To'g'rimi? Nima demading? Balkon. Yo'l kira rasxoti, asal bor. Quruq choyga pul kerak xolos. Choy icharkanlar asal mandan. Yo'l kirasi ham. Balkon. 100. Endi Pavratskiy. O'roq roziman deydi. Tugadi. Konyak tugadi. Choy ichamiz endi. Men kayf qilaman deb yotibdi aytdi bittasi. Men kayf qilaman. Sen o'zing kayf qilaver. Rashk ham qilasizmi? Aylanib ketdi. O'qishni bilmaysiz ekan, rashk yorib berasiz ekan-a? Yirtiq shtonga o'xshatib, aylanib ketdi. Esa sizdaqa kerakda menga. O'sha yerda ona tili o'qituvchingiz ham bir jalab bo'lgan ekan-a, faqat direktorga beravergan ekan, sizlarda o'qitmagan ekan-a, bir jalab bo'lgan ekan-a ustozlaring. Mendan ham jalab bo'lgan ekan-a, harom. Faqat mana shu direktorning quchog'ida o'tirib, harom.
qancha oylikni olavergan ekan plyus. Ana shunday bo'lganda Hmm. faqat direktorni orqasiga suyanib yuravergan bizlarni yaxshi o'qitmaganda. Lekin sizlarni tildan yaxshi o'qitgan ekan. Yo'q. Hmm. Qanaqasiga mana sizga savol masalan hozir menga juda bir interesni anavi savol tug'ilib qoldi-da. O'zi hammaga interesda bo'lib turibsiz hozir, ishonavering. Yana siz jichiksizlar o'tsangiz o'qisam Yo'q, hozir mana- mana nima ancha yaxshi bo'lib ketamiz. Qo'rqotalar ham bitta 100 ta Shunday, mazotmaydi, tomoshani ko'rib o'tirishaveradi. Gapiravering. Shunaqa. Endi men ham hozir qiziqib qolyapman anchagina. Nima edi? Nimaga qiziqyapsiz? Qiziqqan hamma savollaringizga men javob beraman. Men mana shu savollarga javob berish uchun efir ochaman-da. Bir ikkita savollar yozgan ekanda, o'zicha qiziqib qolyapti bular. Sizgami? Ana xo'roz qandishimiz xo'roz qand umriga, endi bizlar pokoleniya biladi-da uni. Xo'roz qandishmaganlar bo'lsa, o'sha xo'roz qandni berib qo'yaychida, mazza qilib shimiy yotaychida. Endi mana pastki savollarga javob beraman-da. Qiziqib qolibdi. Alma qandlar bo'laychidi, xo'roz qandlar bo'laychidi. Qizarib, vahshiy dahshat bo'layotgan agar mazasi. Qizillari yoqadimi sizga? Endi qizil bo'lmagan joyda o'zi bormi? Aytadi-ku, bitta o'ris kiygan ekanda xotindan so'rabdi. Sanga qanaqa gubo yoqadi debdi. Nima? Vertikal, horizontalni so'ragan ekan. Xo'p, qanaqasi debdi? Yo, eshitmayapman. Siz eshitmay bo'linmanmi? Shunga aytgan ekan, menga farqi yo'q debdi. Ikkovini ham birga qo'shib uraman debdi. Birorta dugoni ham chaqirib olamanmi? Yo, siz men gapimni tushunmadingiz hozir. Qayerdansiz o'zi? Qo'ydi qo'ltig'i Farg'onaliman dedim-ku. Xo'roz ham? Yo'q, men uni eshitmadim. Endi qaysi qo'ltig'ini taydan bo'lsangiz ham, endi birorta men bilmayman-da. Hozir sizdan eshitaman. Aka, ko'tmisiz deb yozishyapti pastda. Shu savolga javob yozing. Aka, ko'tmisiz deb yozishyapti. Nimaga? Qayerda ko'rishgan sizni ko'tligingizni bular? Birga katta bo'lganlar bormi? Bular Uni yozmanglar, men baxtimni topib turibman. Bular shunaqa tasavvur qiladi o'zini turishingizni. Agar oldimga bo'lsa deng. Bo'lsa nima qilarchi edingiz? Tuyan tagiga yotqirib, Qashqadaryodan shunday vodiyga uchiraveraychidim, yo Toshkentga uchiraveraychidim. Rosa men bularning gapi ana qaranglar. Gapirayotgan bo'lsang to'g'ri gapir. Nima? Endi yozib bittasi yozgan. Yo'q, siz faqat nimami? Animi SMSlarga javob bergan chiqqanmisiz yo men bilan gaplashgan chiqqanmisiz? Yo, ko'zim tushib qoldi, o'shanga savolga javob beraman. Qiziqib ko'zga qo'tag'im deb yozishyapti pastda.